Dona o'pdim, hammasini bir joyga bir qilib bering. Buraya boqqanmiz qayta qoladi. Ya endi qarang. Ya bo'ldi. Donaga ham o'ptimga ham shunaqa qilib berasiz. Bitta bu partiyani emas, hammasini shunaqa qilib berasiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining shaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepa Qo'rg'on qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz. Hurmatli obunachilar, videoni boshidan bittadan like bosib, kommentariyada chiroyli izohlarni qoldirib turinglar. Bugungi mashg'ulot savollar inshaalloh Jamshid ukamiz bilan chiroyli obzor qilib beramiz. Assalomu alaykum, ellar aka, obunachilar, hammalarga bugungi kun xayrli bo'lsin. Xudo xolasa boladan ajragan savollarni olib qo'yganmiz. Xudo xolasa. Yangi partiyasidan. Xo'p, bugungi 3-4 partiya qo'yimiz bor-a? 3 partiya bor. Hammasi yaxshi zo'rlarni olib kelganmiz, xudo xolasa. Barakasi bersin. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha kuzatib turinglar. Videoni ko'ryapti turgan har bir odam bittadan like bosib qo'yinglar, baraka topinglar. Videoni keyin davom ettiramiz, xudo xolasa. Like bosib qo'llab tursa arzon qilib beraveramiz. Xudo xolasa. Birinchi partiyamizga soni nechta? Birinchi partiyamizga 15 dona ellar aka. 15 ta, bir qo'ra. Bir qo'ra, bitta obunachimizga. Xudo xolasa yeb ichi sog'ligini sinab olganmiz. Sinovdan o'tgan, qo'ylar ancha bo'ldi kelganiga. Sinovdan o'tgan hamma yo'q. Ukradorlar qilingan, xudo xolasa. Lekin badani ham esib turibdi, xudo xolasa. Badani yaxshi, dumalari ham qurib qolmagan. Agar qo'y yeb ichmasa, avvalo bunaqa holatda bo'lmaydi. Yeb ichini ko'rib turibsizlarki, badanni ko'rib turibsizlarki, yeb ichi yaxshi, xudo xolasa. Qo'chqorga qo'shganimiz tayyor bo'lib qolibdi. Tayyor bo'lib qoldi, xudo xolasa ellar aka. Qo'chqor qo'shsa ham bo'laveradi. Badallari zo'r. Yosh qanaqa, tish to'kvermaganmi? Yo'q, tish to'kkani yo'q ichida. 6 tish, bitta yerda 8 tishi bor. Tishi butun. Tishi butun, ha, xudo xolasa tishi butun. Tishi butun mana, hurmatli obunachilar. Tishi butun hammasini. Mana etlarini ko'rishlaring mumkin. Bo'yini 80 dan balandib qo'rqmay to'rar ekanmiz. Ha, chiqib o'lchab olishaveradi. Xudo xolasa 85 ham chiqaveradi mana qo'yda. Oldi, ha? Xudo xolasa oldi chiqaveradi. Oldi 85 ham chiqadi, xudo xolasa. Xo'p, akalar mana har tarafdan ko'rsatamiz. Qo'ydi dumba holatlari ham osilib ketmagan, mabodo bo'g'oz qilib bolasini olaman degan akalarimizga ham qanaqadir qiyinchilik tug'dirmaydi. Yo'q, xudo xolasa yaxshi qo'ylar. Xudo xolasa xolasa. zo'r chiroyli sifatli qo'ylar. Akalar, sezon keldi. Bu sezon bir oydan keyin yo'q. Hozirdan harakat qilib qo'yinglar. To'ppa-to'g'ri. Sog'liqlarni olishga ulgurib qolinglar. Nomi bo'g'oz bo'lib qolsa, kamida 1 million, 1,5 million ustiga minib ketib qolyapti. O'shanga olinglar, qo'chqorni qo'shib qo'yinglar. Qo'shib boqsin, tepadan qo'shilib qoladi qo'ylar. Kuziga sotsa, haqiqatan o'tgan yili ham tepa-tepa farq qilardi. Qo'shiladi. Bo'g'oz qo'y ko'ryapsiz-ku. Shunaqa. Akalar, tavsiya qilaman. Tepasiga kelib ko'rasizlarmi? Onlayn savdo qilasizlarmi? Qo'ylarni ko'ringlar, ma'qul kelsa, bosib olsa bo'ladigan joyidan. Narxini nech pul qo'yamiz? Narxi ellar aka oldi qochdi gap qilmaylik-a. Ha. 4,5 million so'mdan o'tib beraman. 4,5 qimmat, jicha o'tib bering. Nima demak? 4,5 o'tib bering. Soni bitta ikkita bo'lganda ham so'ramay qo'yardim. 100 mingdan 1,5 million so'm o'tib beraman, bo'laveradimi? O'shanda 44 bo'ldimi? 4 million 400 ming so'mdan 15 tasini bir joyga olgan ketaveradi. Dangal o'tib beravering. Haligi 1 million so'm kam berishadi, bo'ladimi? Nech pul? O'shanda 43 dan bo'ladi. Yana bir 100 ming olamizmi? Badani osilmas ekan, yo'q, osilmas ekan, badani zo'r. Bitta qo'y yo'qolib ketadi unda. Bitta, yana shu 100 mingni o'tib bering. Siz obunachilarga 4 million 300 dan olishaversin. 4 million 200 dan qilib bering. Bo'pti, siz berdingizmi deb ketdimi? Bo'ldi, olsin. Bor mana. Lochiroq yetkazib beramiz. 4 million 200 dan dastavka qayergacha? Dastavka Toshkentgacha besplatni qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab kelishgan holda. Kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab ham ketaveradi. Mana akalar. Xudo xolasa bironta ozg'ini yo'q. Tepasiga kelib xotirjam tekshirib olsalaring ham bo'ladi. Dastavkalarni keyin uyushtirib berilaveradi. Uyushtirib berilaveradi, ha. Barakasini bersin. Tanlab olishgacha bo'ladi. Farqi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Tanlab olishga 100 ming, 200 ming so'mlar aka. Oqa baland to'p ketmaydi, ozmas. Holatiga qarab kelishinglarni. Xudo xolasa. Akalar, narx-navo yoqqan bo'lsa ham, yoqmagan bo'lsa ham kommentariyada fikr bildirib turinglar. Musofir akalar, inshaalloh sizlar uchun mana alohida kanalni ham ochib qo'ydik. Kuzatib turganlaringizdan xursandmiz. Fikr yozib turinglar bo'ldi akalar, biz video qilishdan to'xtamaymiz. Qo'llab-quvvatlab turishsa bo'ldi. Har doim arzon chiqarib beraveramiz. Keyin partiya ham chiqamizmi? Keyin partiya ham chiqamiz. Ketdik bo'lsa. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyamizni ham olib chiqib oldik. Xudo xolasa bu partiyamizga soni ko'proq shekilli. Sonlarga 20 dona. 20 ta. 2 kishi bo'lib olsa ham bo'laveradi, 1 kishi olsa ham bo'laveradi. Hozirgi sezonda o'zi 1 kishi olishini tavsiya qilaman akalar. Tepan haligi ertadan keyin buni topish muammo bo'lib qoladi akalar. Bu nomi bo'g'oz bo'lib qolsa o'sha gap akalar. Hozirda harakat qilib qo'yishlaringni tavsiya qilamiz akalar. Kanalimizda juda ham ko'plab akalarimiz olib boqishyapti. O'zim yaqinda Yozyovonga ham borib keldim. Yaxshi effekt beryaptiki, boqishyapti. 200 ta 300 talab, hurmatli obunachilar. Boqqollar olib ketganlar o'zimizga ham aytishyapti, rahmatni aytishyapti. Xo'p, bularni bo'ybasini 80 dan balandib berar ekansiz. Ha, 80 ga olishaveradi. Ular aka, yo'q, buni 80 ga olishsin. 80 plyus deb olaylik. Olishsin. 85 lari ham o'shanda bonus hisobiga ketaveradi. Bular hamma tishi butun.
Yeb ichish yaxshimi? Yeb ichishni bir hafta sinab olishadi. Bu qo'ylar yeb ichib tursa bo'ldi Yeb o'zi. ichib savdo xolasa, hamma yo'q yaxshi. Yeb ichishi yo'tal bo'lsa qaytib olaveraman. Va endi masalan bu o'sib ketadi deb hali yolg'on gapirish kerak yo'q akalar. Mana shu turishiga et oladi, semiradi. Nari borsa bo'g'oz bo'lib tug'adi akalar. Shunaqa bolasini olib yursalaring bo'ladi. Endi buni bitta yaxshi tarafi bitta qo'ydi puliga ikkita berilyapti. Ikkita berilyapti. Xudo berib barakasini berib tug'ib qolsa 4 ta bo'lyapti. O'sha taraflari ham bor. O'shanga ham e'tibor berasizlar. Mana. Boqib qo'yda ekanlar o'zi biladi buni qanaqa boqishni. Shunaqa yurganlar. Shunaqa endi boqib yurgan odamlarga o'rgatish kerak yo'q. Yangilarga yo'nalish berib turish kerak. Yangilarga yo'nalish berib qo'yasiz. Qachon kelgan o'zi bular? Bular yerlarga kelganiga bir oy bo'lib qoldi. Ha, bular sinovda turgan ekan. Ha, sinovdan o'tib ukordorlar ham qilingan bularni. Tayyor, olib borib yemlashsa bo'ldi, ukordorgacha. Boquvdagilar-deng. Boquvdagilar. Barakasini bersin. Nech pul qo'yamiz endi bu dehqonchilik bo'lib qolibdi-yu o'zi. Ha, shunda 4 million 200 dan qo'ydik oldin. Bular 100 mingdan kam bersa bo'ladimi? Tekis to'g'ri qilib olsak bo'lmaydimi? Unda kamayib ketmaydimi? Qo'ylar bir xil lekin ular buni. Optimga o'tib ham berasiz, dan 4 deyapti deb turib, 4 dan mana deb olib ketib qolishmaydi. 4 dan optimga o'tib berasiz, baribir. Yana o'tib beraman. Endi savdo qilishadi, baribir. Bo'ldi, mana 4 million siz obunachilaringizga. Vulqondan keldim deysa bo'ldi. Baribir mana. Hurmatli obunachilar, 4 million obunachilaringizga. Uzunligini mana ko'rib turibsiz. Bironta o'sha odamni oldida chamalab olishsinchalik bo'ybastini. Bu o'rtachasi ekan-a? Mana o'rtasi. Akalar. Samahan rangi bor qo'ylar, sifati bor qo'ylar. Hammasi. Endi mo'la undan yiriroq mana akalar. Xudo xolasa, kelganda ham bir qator ko'rib olsalaring bo'ladi. Tanlab olishga ham kelishinglar-da. Tanlab olishga kelishinglar, plus minuslari bor. Oz-moz farq qiladi. Oz farq bor. Optimal olsa yana o'tib beraman 4 milliondan bir joyga olib berasiz, xudo xolasa. Hali endi o'tib bermayman deb yordingiz? Yo'q, o'tib beraman. Tamasini olishsin. Xudo xolasa. Endi bo'lib olaman desa ham o'tib beraman. Akalar mana ishda unaqa sariqlardan ham bor ekan. Sariq qozlari ham o'zi alohida tema. Ular alohida qo'ylarni bir tarafiga qora, bir tarafiga sariq qilib boqadigan akalarimiz bor, men tanigan akalarimiz. Mana sizlarga variant, xohlang sariqni tanlab oling, xohlang kashtanlarni oling. Sizlarga bunday qo'ysak, ikkita olaridan beraverasizlar. Bitta olsa ham telefon qilishaversin. Beramiz, xolasa. Bitta olsa ham dastakaga beramiz. Barakasi bersin. Akalar, qo'y olaman degan niyatingiz bo'lsa, qo'y bor. Xijolat qilmasdan, tortinmasdan aloqaga chiqaring, xudo xolasa yetkazib beramiz. Yetkazib beramiz, dastakadan umuman o'ylashmasin. Keyin partiyani olib chiqamizmi? Keyingi partiyani olib chiqamiz. Ketdik bo'lmasa. Akalar mana 3-partiyamizga xudo xolasa, bu partiyamizga ham bir qora so'g'liq. Bugunga faqat so'g'liqlar. So'g'liqlar xudo xolasa. Xo'p, buni soni nechta? Bu ham 20 bosh. Ha, bu ham 20 ta. Xudo xolasa akalar, hammasi yemin yeb turgan. Bir partiyadan to'liq olganingizda ham 3 ta qo'rani inshaalloh to'ldirsa bo'ladigan qo'ylar chiqyapti bugunga. Bittadan like bosib turish eslaringdan chiqmas. Mana shunaqa arzon optim joylarni biz qidirishdan charchamaymiz. Xo'p, bularni bo'ybasini nechiga beramiz? Bulargina 75 plyus-minusga olib plyusga olib chiqaradi. 75 80 ham chiqadi, 75 atrofida. Endi mo'la akalar 80 oldi, 80 dan baland ham chiqsa kerak-ku. 75 bitta 75 lik bo'lishi mumkin-da. Olsan. 75 ga olinglar, shunda haligi past kelib qolmaydi. To'g'ri. Baland kelsa keladiki, past kelmaydi. Yo'q, past kelmaydi. Undan pasti yo'q. Bitta o'tkazing, bir haligi rangini ko'rsin. Hammasida hozir rangi bor qo'yiladi. Mana akalar. Etlari bularniki o'rta holatda ekan. O'rta holatda, ha. Hali semirib, niq bo'lib ketmagan. Tayyor qilib qo'yildi. Ozib, qurib ketmagan. Yemga tayyor qilib qo'yildilar aka. Endi berishaveradi ayamay. Olib borib, ha. Olib borib berishaveradi. Ukordorlar qilingan bo'ladi ham. Ha, vaksinalar bo'lgan. Vaksinalar bo'lgan. Xudo xolasa boqish qolgan xolos. Boqish, olib borib boqsin bo'ldi. Ular bo'kib qoladi deyishmaydi. Berishaveradi endi, qo'rqmay. Xudo xolasa. Yem yeb yurgan. Yem yeb yurgan. Nech pul qo'yamiz buni endi optimiga? Ularga 4 milliondan qo'ydik oldin. Mana yemga tashnalardan, ha. 100 mingdan emas, 200 mingdan 4 million so'm kam berishsan, bitta qo'y bonus ketadi shunda, ha. 38 dan. Ha, narx hisobiga bitta tekinga qolgandek bo'ladimi sizda? Ha, yo'q. 3 million 800 dan olishsin ana. Qarang, 37 dan qo'yamiz, dona ham optim olishadi, nima deysiz? Yo'q, unda. Xudo aka. Dona optim hammasini bir joyga bir qilib bering. Bir oy boqqanimiz qayta qoladi. Ya endi qarang. Ya bo'ldi. Donaga ham optimga ham shunaqa qilib berasiz. Bitta bu partiyani emas, hammasini shunaqa qilib berasiz. Unda o'tib oladi. 3 million 700 dan men optimga bo'lsa. Jasbek, dona optim hammasini bir joyga. Bo'ldi, olishsin. Ketaveradi, narigi partiyalarmi? Endi ular o'tib ketdi. O'sha partiyalar ham ketadi. Bo'ldi, olishsin. Tanlab olishaveradi ichida. Dona optim, yoqqanini tanlab oling. Bitta bu partiya emas. Birinchi partiyadan ham, ikkinchi partiyadan ham, aynan bu partiyadan ham. Bo'ldi, pul qo'shilmaydi, tanlab shuni mana jo'natishlar jo'natiladi. Dona optim bitta narx. Bitta narx ketaveradi. Akalar mana. Xudo xolasa, dehqonchilikning yaxshi taraflari ham shuda, aka, 1 so'm betiga qaramasdan shunday berib olaveradi. Shunday. Tugatish kerak. Shunaqa. Akalar, videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, tanish bilsangiz jo'natib qo'yinglar. Mana shunaqa arzon joylardan ulgurib qolishsin. Kichkinagina mehnatimizni qadrlab kommentariyada bir omad deb yozib turasiz, bir motivatsion gaplardan yozib turinglar. Biz shunaqa videolarni qilishdan charchamaylik, xudo xolasa. Sizlarga like bosib, kommentariyada yozib tursin, xudo o'z bag'ini o't qo'yaveramiz biz. Xudo xolasa. Yengillatveramiz.
Xo'p, bundan keyingi partiyamiz bormi, yo'qmi? Yo'q, bundan keyin partiyamiz ekan, mana shu xolos oxirisi. Oxirgisi bo'lsa, obunachilarimiz vaqtlarini ko'p olmaylik. Shunday. Videoni yakunlab, joylab beraylik, keladigan odam kelib ko'rib, olib ketsin. Kelib ko'rsa yana ham yaxshi bo'ladi. Tepasida ish babi boshqacha bo'ladi. Boshqacha bo'ladi. Hurmatli obunachilar, sizlarni ko'p kuttirmagan holda videoni mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketqizgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.